Bugungi obzorimizda 75 tali 7 touch televizor. Bu brendni bilgan biladi, modeliga yaxshilab ahamiyat beramiz. Ko'ryapsizlarmi, seriyasi Gold. Modelining raqamlarining oxirida 120 Hz deb yozilgan. Bu faqatgina model raqamimi yo haqiqatdan 120 Hz beradimi? Buni tekshirib ko'ramiz. Bu televizorimizning ko'rinishini ko'ryapsizlarmi? Ancha bahaybat, haqiqiy 75 diagonal. Ichini ochib ko'rganimizda ham rostdan 75 chiqishi aniq. Boshqa Xitoy televizorlariga o'xshab 75 yozib qo'yib, ichidan 65 chiqmaydi. Eng zo'r taraflardan bittasi Android televizor emas, bu aynan Google TV QLED panelli, ya'ni QLED ekran bo'ladi. 4K formatda ko'rsatishi bilan hammani hayron qoldirishi aniq. Televizorlarning ekranlarini tekshirishi eng oddiy usuli yo yaxshigina notebook kompyuter kerak bo'ladi yoki PlayStation 5 kerak bo'ladi. Bilasizlar, PlayStation 5 120 Hz chastotida ham bemalol ishlab beradi. Lekin buni bilish uchun o'zini maxsus HDMI 2.1 simi bizga zarur bo'ladi. Biz buni test qilish uchun har xil nastroykalarga kirib ko'rdik. Eng oxirgi o'yinlarni ham o'ynab ko'rdik. Nastroykalardan o'zgartirishlar qilib 4K formatiga ham qo'ydik, Full HD formatiga ham qo'ydik. Chunki asosiy o'yinlar Full HD formatida 120 Hz chastotani beradi. Shuning uchun biz bu usulni ham qo'llab ko'rdik. Biz gersini sinash davomida shuni ko'rdikki, QLED panel haqiqatan ranglari zo'r ko'rsar ekan, oddiy televizorlardan yaxshigina farqi bo'lar ekan. Bu televizorda hamma narsasini sinab ko'rdik. Ranglari zo'r, HDR beryapti. QLED panel bo'lgani uchun 4K ni to'liq beryapti, lekin 120 Hz da umuman ishlamadi. Sababi bu faqat model ekan. PlayStation simlarini ham o'zgartirib ko'rdik, har xil nastroykalarni qarab ko'rdik. 60 Hz 4K da ko'rsatdi, 20 Hz bermadi. Lekin narxiga zo'r arziydigan televizor. Bunaqa narxga 4K li televizorni QLEDini olish zo'r hisoblanadi. 120 Hz bu faqat modelidagi yozuvi ekan, o'zi 60 Hz ekan. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, aynan shu modelni $679 qilib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. 3 yil garantiyasi bor butun O'zbekiston bo'ylab. Rahmat hammaga.